Zota 2025-yil eng ixcham kotyolni ishlab chiqardi. (2025-yil) Zota Rio ommalashadigan kotyollarning qatoriga kirishiga ishonaman. Bunga sabablardan bittasi juda ko'pchilik uy qurayotganda ko'mirli kotyollarni hisobini olmasdan qurishadi. Ya'ni yo'lali qurishadi, ya'ni ixchamroq gazli elektrический kotyollarni qo'yishadi. Hozir yildan-yilga gazlar qisqarib, elektrический kotyollarning elektr narxlari ko'tarilishining hisobiga ko'pchilik ko'mirli kotyollarga o'tishyapti. Mana bu kotyollar nimaga ommalashadi deganimiz sababi birinchidan juda ham ixcham kotyol ishlab chiqarishgan. Ya'ni 1.20 lik joyga ham o'rnaydi akalar. O'zi kichkina bo'lgani bilan juda katta joyga qizdiradi, ham kamroq e'tibor qiladigan kotyollardan bittasi. Zota Rio modelimizga qo'shilgan funksiyalardan yangilangan pult upravleniya. Ya'ni uzoq masofadan bemalol boshqarsangiz bo'ladi telefoningiz yordamida. Oldingilarda bunaqa pult upravleniya chiqmagan, yangilangan, ya'ni pult upravleniya. Juda ham aqlli. Ya'ni dimoxod, gazli dimoxod gaz, qo'shimcha boiler sistemalari, ya'ni full variantda bo'lib chiqqan. Yana bitta bunda qo'shimcha yangilangani foydali koeffitsiyenti 85%. Ya'ni issiqlik 85% o'zida ushlab qoladigan. Yana qo'shimcha narsalari garelkasi ham o'zgargan. Masalan, oldingi Forte garelkalarimizda listli bo'lardi, bunda chugulli, to'liq chugulli variantda chiqqan, ya'ni yangilangan versiya bo'ldi akalar. Videoni ko'ryapsizmi? Oxirigacha ko'ring. Oxirida narxlarni sizlarga aytaman. Kotyolimiz birinchi eshigida tepladmeni, ya'ni olov aylanib chiqib ketishi, ikkinchi eshigi garelkasi, o'txonasi, ya'ni uchinchi eshigi kulloni. Polni, ya'ni full variantdagi kotyol. Shu yo'llarda hammasida suv yuradi. Listlari to'rli listda bo'lgan, spitsani qattiq yo'nilg'uvchi chiqilgan, ya'ni metalldan bo'ladi. Bu oddiy metalldan bo'lmaydi akalar, boshqa kotyolga nisbatan shu joylarda ham farq qiladi. Ya'ni buni qo'shimcha taraflari necha kilovatliklar bor deyishingiz mumkin. Buni eng kichkinasi 13 kilovatdan 26 kilovatgacha, 13, 16, 21, 26 kilovatliklar mavjud. 100 kvadratdan 240 kvadratgacha uyingizni bemalol qizdiradi. Qo'shimcha yana buni funksiyalari boiler orqali polni xonadoningizni issiq suv bilan ta'minlasa bo'ladi. Yana buni plus tarafi bunker orqa tarafda turadi. Ya'ni xonadoningiz kichkina, yo'lga o'rnatgan bo'lsangiz ham yondan kelib turib, bemalol shu joydan ochish ham qiyin bo'lib ketdi. Bemalol shu joydan ko'mirni tashlab uyingizni qizdirsangiz bo'ladi. Ko'mir qanaqasini yoqishi mumkin deyishingiz mumkin. Ko'mirlar ham modellar juda ham ko'p. Ya'ni o'zimiz Angren ko'mir yoqsangiz bo'ladi, Belolmish, Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mirlarini yoqsangiz bo'ladi. Eng zo'r ko'mirlardan bittasi bunga Qirg'iziston, Qozog'istonni Shibartol, Belolmi ko'mirlarini simichka ko'mirni yoqsangiz ham effekti zo'r, ham tezroq qizdiradi, ham chiqindisi juda ham kam chiqadi akalar. Ko'mir to'g'risidan bitta video qilaman. Bizni kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa zo'r videolarni qilib, kotyol to'g'risida zo'rlarni olib chiqib beraman. Kotyol narxiga keladigan bo'lsak, $3050 dan $3500 to'liq narxlarni o'rganadigan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga kirsanglar, har xil kilovatliklar narxlarini qo'yib boramiz akalar. Savollar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin.